Toza havo endi shaxsiy qulaylik emas. Bu milliy xavfsizlik masalasi. Shaharlarimiz havosi insonlar salomatligi va mamlakat kelajagini belgilaydi. Qish oylarida energiya taqchilligi yildan-yilga keskinlashmoqda. Elektromobillar soni va iste'mol o'sib borar ekan, energiya tizimiga yangi, moslashuvchan yechim zarur bo'lmoqda. Yechim CATL Choco SB texnologiyasi. Quvvati tugagan batareya bor yo'g'i 2 daqiqada to'liq zaryadlangan batareyaga almashtiriladi. Kutish yo'q, navbat yo'q. Bu yoqilg'i quyish kabi tez, lekin butunlay toza jarayon. Har bir stansiya shunchaki almashtirish nuqtasi emas. Undagi batareyalar quyosh panellari bilan birga taqsimlangan energiya to'plagichiga aylanadi. Har bir stansiya energiya tizimi uchun zaxira bo'lib xizmat qiladi. Kelajakdagi miqyosni tasavvur qiling. 1000 dona stansiya mamlakat energiya tizimi uchun 30 gigavat soat saqlash quvvatini beradi. Bu butun bir energetika infratuzilmasi. Bu nafaqat infratuzilma, balki sanoat va minglab ish o'rinlari. JMEV platformasidagi Barlas va Nayman modellari bilan O'zbekiston Markaziy Osiyodagi birinchi milliy avtomobil brendini yaratmoqda. Bularning barchasi bugun boshlanmoqda. Toshkentdagi pilot loyiha 10 stansiya va 3000 tagacha elektromobil kelajak modelini hoziroq sinovdan o'tkazmoqda. Ecomobil World. Toza havo, energiya xavfsizligi va texnologik suverenitet sari O'zbekiston bilan birga.